Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana yonimda 81 yoshli hoji dadam o'tiribdilar. Mana bugun amaliyotdan keyingi 3-sutkasi bizga o'tdosh kasalligi va uni asorati bilan murojaat qilib kelgan. Biz amaliyotni bajardik. Mana amaliyotdan keyin holatlari juda ham ajoyib, juda ham chiroyli. Muammolar hozircha yo'q. Shu amaliyotlar haqida ikki og'zim bemorimiz bizga so'zlab beradilar. Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar. Yoshim 81da. Men shu yoshda o't paydo oldirishga yaraymanmi yo'qmi degan fikrda yurardim. Juda qo'rqardim. Keyin qarasam juda bo'lmaydigan holatga kelib qoldim. Shu nimaga klinikaga keldim. Shu meni bir kun tayyorlashdi, ertasiga operatsiyaga olib kirishib ketdi. Hech qilishmayapti-yu, operatsiya qilmayapti. Tepamda bir mahal qizim paydo bo'lib qoldi. Qizim dedim, bular operatsiya qilmayapti-yu desam, dada chiqdingiz operatsiyadan dedi. Yo'q desam, doktor bu yoqqa kelib qoldi. Gazeta medsestrlar, tog'asiz operatsiyadan chiqqansiz dedi. Yo'q deb ishonmayman. Yig'lab olay dedim. Xudoga shukr, mana Xudoga aytganimiz bor ekan. Yaxshi, juda yaxshiman hozir. Keksa odam shunaqa holatda turar ekanlar. Hozir yaxshiman, Xudoga shukr. Endi minnatdorman, gapni ochib, doktorlardan ham minnatdorman. Juda shu yaxshi yillardan ekan. Men bunaqalarni unutmayman, Xudo xolasa. Men hozir holatim juda yaxshi. Bugun 3 kun bo'lsa ham hozir yurishga agar buni ba'zi narsalarni olib tashlasa, bemalol yuraveraman hozir. Shunday men o'rnimdan turib. Lekin juda xursand bo'ldim. Nihoyatda xursand bo'ldim. Yaxshi bo'lib qoling, sog' bo'ling, salomat bo'ling, boshqa bizga ishingiz tushmasin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat.